Xitoy sborka Tracker 2miz ham xudo yig'ilish jarayonlari gilzovka bo'lib ketdi. Buni boshida o'zi gilza qoqmaymiz, faqat shu porshun bilan ishini hal qilib qo'yamiz degandik. Qanday teshik. Porshun qo'lsa bilan lekin gilzaga ham zarar yetkazib qo'yibdi. O'sha porshundan bilsangiz ham bo'ladi. Biz aytgandek, sifat chiqmadi gilzada. Boshqa qoqib zavod holatiga xudo xolasa qaytadi. Mana galovkasiga ham bunaqa zarar yetmagan. Galovkasini nima qildik endi? Nomiga protilka qilib qo'yildi. Ash kamina. Endi shlipovka bo'ldi. Yo bismillah, tayyor. Shu 2 damigin bo'ladi. Shu 2ni to'rala qalapini protilka qilib qo'ydim. Mana shu trek. Ertaga xudo xolasa uzog'i yuradi. Sharxondan kelgan obunachilar.